Ey toliba, sen to'xtama. Islom ummatining umidi senda. Sen ilm olishdan to'xtab qolsang, sendan keyingi avlod zalolatga yo'liqadi. Sen aslo ilm olishdan to'xtamagin. Mayli, charchasang dam ol, hordiq chiqazgin, ammo aslo to'xtamagin. Bilmaysanmi axir, bir erkak ilm olsa o'zga va oilasiga foyda, ammo bir muslima ilm olsa butun ummatga foyda. Ey toliba, sen ilm olishdan bosh tortma. Imom Hanbalning onasi esingda emasmi axir? U zotni ilm uchun masjidga olib borgan otasi emas, balki onasi edi. Imom Buxoriyning onasini eslasangchi, uni hadis uchun uzoqlarga qo'liga xurjun berib jo'natgan uning onasi edi. Salohiddin Ayyub